Hodiyo akademik kun savoli loyihasi 6-kun. Birinchi savoli: ABC turli haqiqiy sonlar uchun ABCni ko'paytmasi 0 ga teng bo'lmasa, ABCni qiymatini toping deb ifoda berilgan. Xo'p, bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Mana bu ko'paytma 0 ga teng bo'lmasligi uchun har biri 0 dan farqli bo'lishi kerak. Shuning uchun berilgan bu. Endi berilgan ifodaga qarasak, bu holatda biz A ko'paytirilgan, B ko'paytirilgan, C ni ko'paytmasini topishimiz kerak. Uning uchun har ikkita tenglikni o'zaro tenglab yozib olamiz. A plus 1 taqsim B miz teng ekan B plus 1 taqsim C ga, B plus 1 taqsim C miz teng ekan C plus 1 taqsim A ga, C plus 1 taqsim A miz teng ekan A plus 1 taqsim B ga. Sistema. Buni soddalashtirib olamiz. Xo'p, kasrlilarni bir tarafga, kasrsizlarni bir tarafga o'tkazib olamiz. A minus B miz teng 1 taqsim C minus 1 taqsim B ga. B minus C miz teng 1 taqsim A minus 1 taqsim C ga. C minus A miz teng 1 taqsim B minus 1 taqsim A ga. Sistema. Xo'p, buni oldin bilan soddalashtirib olamiz. A minus B miz teng B minus C taqsim B C ga. B minus C miz teng C minus A taqsim A C ga. C minus A miz teng A minus B taqsim A B ga. Sistema qilib endi ko'paytirib olamiz. A minus B ko'paytirilgan, B minus C ko'paytirilgan, C minus A miz teng ekan B minus C, C minus A minus B taqsim A B, B C, A C'larning ko'paytmasi A B C ni kvadratini beradi. E'tibor bersak, yuqoridagilarni surati bilan, xo'p, mana bu qismimiz qisqarib ketadi. Bundan ABC ni kvadrati teng bo'ladi 1 ga. ABC ni qiymati shunda plus minusdan 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, yuqoridagi shart ABC ni ko'paytmasi 0 dan farqli degan holatida mana bu yerda mana mahrajlarida har biri bor, demak har biri 0 dan farqli bo'lishi kerak degan shart uchun qo'yilgan. Keyingi misolimiz: tenglamani yeching. Milliy sertifikatda tushgan savol. Xo'p, soddalashtirib olishimiz uchun ikkita tarafda ikkita kvadratli tenglamani hosil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi o'rinda, xo'p, bu tarafini kvadratga oshirsak, x4 minusdan 2 kara x kvadrat kara 2024 ni kvadrati qo'shilgan 2024 ni 4-inchisi teng. 4 ko'paytirilgan 2024x plusdan 1. 2024 ga bog'lab olishga harakat qilyapmiz demak. Xo'p, ikkinchi tarafida, ya'ni tenglikning o'ng tarafida kvadratli ifoda hosil bo'lishi uchun bunga biz 4 ko'paytirilgan 2024 ni kvadrati x kvadratni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 4 ga ko'paytirilganligi uchun mana bu yerda 2 ga ko'paytirilgani qo'shilsa, oldi manfiy emas, musbatga aylanib qoladi demak. X ni 4-inchisi qo'shilgan 2 kara x kvadrat 2024 ni kvadrat qo'shilgan 2024 ni 4-inchisi teng ekan. Hop, 4 ko'paytirilgan 2024 ni kvadrati x kvadrat qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 2024 x qo'shilgan 1. Xuddi bu 2a plusdan 1 ni kvadratga o'xshab qoldi demak. Hop, chap tarafimiz ham xuddi shunday a plus b ni kvadratga o'xshab qoldi demak. X kvadrat plusdan 2024 ni kvadratini kvadrati teng bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan 2024 x qo'shilgan 1 ning kvadratiga. Hop, a kvadrat teng b kvadrat holatida ikkita ko'paytuvchiga ajratsak bo'ladi. A minus b yo a plus b ni ko'paytmasi 0 holatiga keladi. Hop, bir marta qo'shib boramiz. X kvadrat qo'shilgan 2 kara 2024 x qo'shilgan 2024 kvadrati qo'shilgan 1 ko'paytirilgan x kvadrat minus 2022 ko'paytirilgan 2024 x qo'shilgan 2024 ni kvadrati ayrilgan 1 teng 0. Hop, ko'paytma 0 bo'lishi uchun har birini 0 ga tenglashimiz kerak. Oldin bilan sal soddalashtirib yozib olaylik. X plusdan 2024 ni kvadrati qo'shilgan 1 x ayrilgan 2024 ni kvadrati ayrilgan 1 teng 0. Xo'p, mana bu holatda bu tarafini bo'sh to'plam deb ketiladi, lekin bu xato, chunki shartida tenglamani yeching deyilgan, tenglamani haqiqiy yechimlarini toping degan shart bo'lsa edi, biz birinchi ko'paytmani 0 ga shunchaki teng emas deb ketgan bo'lar edik. Bu holatda bo'sh to'plam emas, ya'ni kompleks ildizga ega bo'ladi. Har birini 0 ga tenglasak, x plusdan 2024 ni kvadrati qo'shilgan 1 teng 0,
x ayrilgan 2024 ning kvadrati ayrilgan 1 teng 0. Demak, x'imiz teng bo'lar ekan minus 2024 plus minusdan ildiz ostida minus 1 imiz i ga teng bo'ladi. X'imiz teng 2024 plus minusdan ildiz ostida 1 imiz 1 ga teng. Demak, tenglamani yechimlari x1imiz minus 2024 qo'shilgan x2 imiz minus 2024 ayrilgan Buni sistema qilib yozish xato, chunki sistemada ikkala tenglikni ham qanoatlantirish kerak. Bu to'rtburchak qavs bilan yozilishi kerak tenglamani yechimlari. Hop, birgalikda bo'ladi demak. x3 imiz 2023, x4 imiz 2025. Tenglamamiz 4 ta yechimga ega. Hop, ikkita haqiqiy, ikkita kompleks yechimga ega. Shartida haqiqiy degan bo'lmaganligi uchun kompleksni ham topishga majburmiz. Chizmada berilganlarga ko'ra r ning qiymatini toping. Hop, bu masalada sharti ozgina kamroq, sababi chizmada berilgan ma'lumotlar yetarli emas. Hop, o'zbeklar ko'pincha o'zbek adabiyotlarida aniqrog'i mana bu yerni perpendikulyar deb yechib ketadi. Ya'ni buni ham trapetsiya deb yechib ketadi. Aslida bu shart bo'lmasa, bunaqa shart kiritib yechishimiz xato. Masalani kami bor deb olib ketiladi. Hop, endi bu holatida masala tuzganda muallif o'zbek adabiyotiga asoslanib tuzganligi uchun biz o'zimizdan qo'shimcha shart kiritib yechib ketamiz. Aksariyat holatda bu chizma yechilmasligi kerak, chunki ko'p holatli yechimga ega bo'ladi, bir qiymatli aniqlanmaydi. Hop, o'zimizdan qo'shimcha shart qo'shamiz, buni perpendikulyar deb yoki shartiga shunchaki to'g'ri burchakli trapetsiya deb qo'shsak ham bo'ladi. Hop, masalan yechimiga o'tamiz. Endi o'zi chiroyli masala. Hop, radiuslarni tushirib olamiz ikkita tarafiga. Perpendikulyar. Demak, radius bo'lib tushadi. 2rimiz to'g'ri burchakli trapetsiya bo'lganligi uchun bu tarafga ko'chadi. Agar to'g'ri burchakli bo'lmasa, bu ko'chmaydi, bir qiymatli aniqlanmaydi. Hop, demak, bu tarafiga o'zi to'g'ri burchakli bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? To'g'ri burchakka ichga aylana chizishimiz uchun qarama-qarshi tomonlar yig'indisi o'zaro teng bo'lishi kerak. BC ga AD ni yig'indisi AB ga DC ni yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Shundan xulosa qilamiz. M plusdan n minusdan 2r ga teng deb olamiz DC ni. Hop, endi C uchidan perpendikulyar tushiramiz AD ga. ga teng bo'ladi bu balandligimiz. M qiymat mana bu yerga o'tib qolsa, bu yerga m minusdan n qiymat to'g'ri keladi. Buni o'chirib qo'yamiz xalaqit bermasligi uchun. Endi Pifagor teoremasini qo'llashimiz mumkin. 2r ning kvadrati qo'shilgan m minusdan n ning kvadrati teng m qo'shilgan n minusdan 2r ning kvadratiga. Hop, qavsni ochib yorishga harakat qilmaymiz, chunki soddalashtirish uchun osonroq variant kerak bizga. 2r ning kvadrati qo'shilgan m minusdan n ning kvadrati teng m plus n ning kvadrati minusdan 4r ko'paytirilgan m plusdan n plus 2r ning kvadrati. Mana bu yerda bu ikkalasi qisqarib ketadi. Rlik ifodani bir tarafga, r yo'q ifodalarni bir tarafga o'tkazib yuboramiz. 4r m plusdan n teng m plus n ning kvadrati minusdan m minusdan n ning kvadratiga. Soddalashtirsak, demak, r ning qiymati teng bo'lar ekan. Bir marta qo'shib yuborsak 2m, ayirsak 2n taqsim 4 m plusdan n. Bu ham m ko'paytirilgan n taqsim m plusdan n ni beradi. R ning qiymatini topsak, mn taqsim m plusdan n hosil bo'lar ekan. Masala juda chiroyli. Shu bilan yechimimiz yakuniga yetdi.